Assalomu alaykum hammaga. Bizni kuzatib borayotgan aziz tomoshabinlar. Mendan juda ko'p so'rashadi. Menda ich ketish bor, qorinda dam bo'lish bor, ich qotish bor, qorinda qandaydir og'riqlar bor. Tez ich ketib qoladi yoki tez yugurib qolaman. Mana shu holat ham nevrozmi yoki oshqozondanmi degan savolni ko'p berishadi. Bu holatda ko'pincha nevroz holati bo'ladi. Sababi mana shu holat odamlarda juda uzoq vaqtdan beri, hatto yillab, 1 yil, 2 yil, 3 yillab ich ketib qolishidan, ich qotib qolishidan yoki ovqat yegan paytda qorin dam bo'lishidan yoki ovqat yeyishdan qo'rquv paydo bo'lib qoladi. Mana shunday holat nevrozning ta'sirlangan ichak sindromi deyiladi. Ya'ni ichaklar bilan bog'liq nevroz. Bu holatda boshqa qo'rquvlar ham bo'ladi. Ya'ni bemorda ichakdan tashqari boshqa qo'rquvlar ham bo'ladi, lekin bunga qo'shimcha ichak nevrozi ham qo'shilib qoladi. Bu holatda nima bo'ladi? Qanday sabab bo'ladi, qanday paydo bo'ladi? Mana shu narsaga ozgina to'xtalib o'tsak, nevrozda eng avvalo birinchi o'rinda biror bir narsaga qattiq ta'sirchanlik, e'tibor berish, ayniqsa insonning o'z salomatligi bilan bog'liq holatlarga, sog'lig'iga, o'lim bilan bog'liq xavfiga yoki qandaydir surunkali yoki og'ir kasalliklar bo'lib qoldim, qolmadim degan fikrlar miyada o'rnashib qoladi. Va mana shu shubha ich-etini yemirayotgan paytda bizni miyamiz ham mana shu narsaga qarshi turishga harakat qiladi va insonni tezroq ogohlantirib, tezroq mana shu muolajalarni yoki tekshiruvlarni o'tkazishga undashga harakat qiladi. Va mana shu holatda miyamiz vaqti bilan bizga qo'rquv va xavotir, ya'ni siz biladigan panическая ataka, panika hujumlarini berishni boshlaydi, vahima xurujlari bo'lishni boshlaydi bizda. Birdan yuragimiz tez urib ketishi, ichimiz g'alati bo'lib ketishi, oyog'imizdan boshimiz uchigacha nimadir jimirlab chiqib ketishi, qo'l oyoqlarimiz bo'shashib ketishi, mana shu holatlar hammasi bizda bo'layotgan mana shu miyamiz berayotgan signal. Endi ichak nevrozi qanday kelib chiqadi degan savolga keladigan bo'lsak, nevroz holatda mana shu ichakdan berayotgan signal paytida biz qandaydir ishni amalga oshirayotgan bo'lamiz. Va biz ko'pincha mana shu ish, mana shu inson, mana shu narsalar bilan mana shu simptomni bog'lashga harakat qilamiz. Misol uchun biz ovqat yeb o'tirgandik, qandaydir kuchliroq ovqat edi. Misol uchun osh yoki go'shtli qandaydir yog'liroq ovqatlar edi. Mana shu ovqatni yeb o'tirganimizda birdan bizga vahima kelib qoldi. Va biz nima qilamiz? Mana shu holatda demak men mana shu ovqatni yemasligim kerak ekan. Mana shu ovqatni yesam menda vahimam kuchayib ketdi degan fikrni miyadan o'tkazamiz va bu fikr va mana shu hissiyot bir-biriga bog'lanadi. Endi miyada yangi refleks paydo bo'ladi. Ya'ni ovqat yesak bizda mana shunday holat bo'ladi, xavf paydo bo'ladi degan narsa bo'ladi va siz boshqa paytda ovqat yegan holatingizda ham mana shu refleks, mana shu reaksiya ishga tushadi-da, sizdagi ovqatni tezda chiqarib tasha degan signalni berishni boshlaydi. Chunki bu ovqatga nisbatan qo'rquvni his qilyapti. Miya endi mana shu ovqatdan tezroq qutulishni harakatini qiladi va bu paytda sizni ichaklaringiz juda ham tartibsiz va juda ham tez harakatlanishni boshlaydi va buni natijasida ovqat hazm bo'lib bo'lmagan holatda sizdan chiqib ketishga harakat qiladi. Bundan tashqari mana shu qo'rquv paytida o'zi shundoq ham insonni mana shu ko'krak qafasi va qorin oshqozon sohasiga o'tgan vagus nervi bor. Buni adashgan nerv, sayyor nerv ham deb ataladi va mana shu qo'rquv paytida bilamizki, miyamizda xavotir, qo'rquv bo'ladi va bu o'z natijasida, ya'ni o'zining reaksiyasi natijasida tanaga signallar yuboriladi. Ya'ni qo'rquv, xavotir signallari. Qo'rquv, xavotir signallari bizga yuborilganda bizda himoya funksiyasi ishga tushadi. Himoya funksiyasi ishga tushgan paytda mana shu nervlar qo'zg'aladi va o'zlari borgan joyda himoyaga harakat qilish boshlanadi va mana shu vagus nervi orqali qo'zg'alish bo'lganda sizni ko'krak qafasingizda siqilish, g'ashlik, og'irlik yoki tomog'ingizdagi bo'g'ilish, nimadir tiqilgan hissi yoki oshqozoningiz bir toshdek qotib qolishi yoki oshqozoningizdagi og'riqlar, sanchiqlar
yoki mana shu ich o'tib qolishi yoki ich qotib qolishi yoki oshqozonda qorinda dam bo'lish, karbonat angidridni ko'payib ketishi, kekirish holatlari mana shu holatni hisobiga bo'ladi. Ya'ni bu paytda sizni ichaklaringiz, diafragma muskullari va mana shu holatlar spazm holatida, ya'ni tortishgan, zo'riqqan holatda bo'ladi. Mana shu holatlarning natijasida sizda mana shu ichak nevrozi holati kuzatiladi. Umuman olganda ham nevroz holatida hech bir narsa bilan siz mana shu xavotir hissini bog'lamasligingiz kerak. Nafaqat bu ovqat, balki insonlar boshqa bir joyga borishadi, misol uchun ko'pchilik ichiga kiradi, birdan vahima kelib qoladi. Ko'pchilik ichiga kirmasligim kerak ekan. Bu joy men uchun xavfli ekan deydi, bormaydi. Yoki qandaydir ishini, qandaydir jismoniy mashg'ulotni bajarayotgan paytda ham kelib qoladi. Bu ham menga mumkin emas ekan, bu ham ko'paytirib yuboryapti. Nimadir yesa, nimadir ichsa, bu ham shunaqa degan narsani miyaga programma qilib yozib olinadi. Mana shu natijasida mana shu holatlar kelib chiqaveradi. Endi mana shu ichak nevrozini qanday qilib yengish mumkin? Mustaqil holatda, bu holatda siz mana shu xavotir kelayotgan paytda grounding degan texnika bor, ya'ni ruschasiga zazemlение deydi. Ya'ni siz mana shu holatda, mana shu vaziyatda, mana shu turgan joyingiz, turgan muhitingizga bog'lanishingiz kerak. Ya'ni siz o'sha uyingizda o'tiribsiz, xotirjamsiz, sizga hech kim hujum qilmayapti. Lekin siz o'zingizni xavotirda his qilyapsiz va siz o'sha paytda nima qilishingiz kerak? Siz ana shu muhitga moslashishingiz kerak. Ya'ni oyoqlaringizni yerga bog'lab, oyog'ingiz turgan joyni, o'tirgan yeringizni, o'sha yerda haroratini, havosini, atrofdagi narsalarni his qilishga harakat qilishingiz kerak. Ya'ni o'sha yerdan alohida uzilib qolgan holatdan siz aloqani bog'lashga harakat qilishingiz kerak. Mana shu holatda sizdagi holat asta-sekin pasayishni boshlaydi. Bundan tashqari nafas mashqlari va ovqatni shoshilmasdan, oz-ozdan va sekin-astalik bilan yeyish. Va mana shu holatda sizdagi mana shu qo'rquv hissi sekin-asta pasayadi. Va fikrlarni ham o'zgartirishga harakat qiling. Ovqat siz uchun zarar yoki qandaydir sizga ziyon yetkazadigan narsa emas, aksincha sizga quvvat va energiya berishga, sizni yashashga bo'lgan energiyangiz hisoblanadi. Mana shu fikrlarni siz xayolingizdan o'tkazib, shunga harakat qilsangiz, ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin bu narsa o'zgarishni boshlaydi. Agar sizda mana shu narsalarni qilishga sabringiz, irodangiz yetmayotgan bo'lsa, psixoterapevtga murojaat qiling. Psixoterapevt mutaxassisi psixoterapiya orqali davolaydi. Bu yerda dorilar ishlatilmaydi. Dori bilan qo'shimcha yordam berish mumkin, lekin asosiy muolaja psixoterapiya orqali bo'ladi. Shuni yaxshilab diqqat bilan eshitinglar, chunki video qo'ysam juda ko'pchilik dorisini ayting, dori yozib bering, bu ma'lumotlarni eshitganmiz, bizga dori kerak degan narsani aytishyapti. Dori agar bu narsadan tuzatadigan bo'lganda, bizga o'xshagan psixoterapevtlarga ish qolmagan bo'lardi. Chunki siz aptekadan o'sha dorini olardingiz, qancha ichish kerak bo'lsa o'shancha ichib yurardingiz va bu narsadan butunlay tuzalib ketardingiz. Lekin shu paytgacha dori bilan mutlaq tuzalib ketgan odamni ko'rganim yo'q. Mana shu 2 yillik tajribam natijasida dori bilan to'la mutlaq bu narsadan tuzalib ketdi, menda yo'qolib ketdi degan insonni hali uchratmadim. Simptomlar, og'riqlar yoki boshqa narsalar kamayishi mumkin, lekin dori ichish yana to'xtatilgandan so'ng, ma'lum vaqt o'tgandan keyin yuzaga kelish holati ko'p uchraydi. Shuning uchun iltimos sizlardan mana shu holatda nima qilish kerak degan savolga, agar o'zingiz mustaqil harakat qilishni xohlamayapsiz yoki kuchingiz yetmayapti, irodangiz yetmayapti, bu holatda albatta psixoterapevtga murojaat qiling va psixoterapevtdan psixoterapiya orqali davolashini so'rang. Juda ko'p bemorlar murojaat qilishadi, psixoterapevtga bordim deydi. Menga deydi 2 ta dori yozib berdi, 3 ta dori yozib berdi degan narsani aytishyapti. Yo'q. Psixoterapiya so'zma-so'z tarjima qilganda ham ruh va terapiya degani, psixa degani jon va ruh, ya'ni psixologik terapiya. Sizni suhbat orqali yoki o'zini psixoterapiya metodlari, usullari orqali hech qanday dorilarsiz, hech qanday sizga tashqi ta'sirlarsiz, ya'ni ichingizga nimadir kirgizish, ukol, dori yoki shunga o'xshash narsalar
siz davolash usuli hisoblanadi. Mana o'zingiz bilib turibsizki, mana shu ichak nevrozida ham juda ko'pchilik necha martalab zond yutgan, necha martalab apparatga tushgan, necha martalab gastroenterologlarga uchragan, u yerda ularni dorilarini qabul qilgan, yillab qabul qilgan kerak bo'lsa, lekin bu narsa yo'qolmaydi. Va o'sha yerda o'sha mutaxassislar ham bitta gapni aytishadi, bu faqatgina miyangizdan, sizni asablaringizdan buni miyadan chiqarib tashlang. Ana shu miyadan chiqarib tashlash yo'llarini psixoterapevt o'rgatadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar bu video kimgadir foydali bo'lgan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmang.